Assalomu alaykum o'rtoqlar. Jepal mashinasini olib qo'ygandik. Krugoy plyonka ishlarini salonlarini qilib berdik. Voyimizlarni ko'rsanglar bo'ladi. Chanoq pichoqli xudo xohlasa bitirib berganmiz. Paroklarimizni ham polностью yechib olib, hammasini joyidan chiqarib urilgan. Ichkaridan ko'rinishini ko'rsanglar ham bo'ladi, tinnuv bo'ladi, xudo xohlasa. Tashqaridan bitta bo'lib turadi. Endi ichkari ko'rinishining sababi tashqari qorong'i, ichkari yorug' bo'lib turganda hisobiga shunaqa qilib turibdi. Atak. Ko'rsanglar bo'ladi, beton. Endi sizlarni yo'lini ham bitta ko'ramiz. Xohlasa cho'tki, hammasi yechib urilgan. Bagajdan ham polностью yechib urganmiz. Bagajni mana bunaqa joylarigacha qilib berganmiz. Shunaqa yaxshi plyonka, yaxshi xizmatli kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa chiqaverasizlar.